PUBG Mobile Dying Light The Beast nomli o'yin bilan hamkorlik boshladi. Hamkorlik davomida Erangel, Livik va Metro Royal kartalariga maxsus uylarni qo'shishdi. U joyda esa zombilar bilan jang qilib, uyda maxluqlardan tozalashimiz kerak bo'ladi. Tozalaganimizdan so'ng uyda 3-qavatidagi maxsus eshik ochiladi va ichida juda ham zo'r lootlarni qo'lga kirita olamiz. Lootlarning ichida beysbol bitasi yokida maxluqli shpris topa olamiz. Shprisni ishlatish orqali o'z personajimizga 1 daqiqa mobaynida maxluq kuchini beramiz va juda ham tez yugurib, balandlarga sakrab dushmanlarni yenga olamiz. Metrodagi shprisda esa pulga men qilib bo'ladi. Shuningdek, o'yinda maxsus omon qolish yo'li nomli sabiti ham qo'shilgan. Kunli missiyalarni bajarib, 91 ochko yig'ib, Dying Light o'yinidagi bosh qahramonni mana shu kostyumini tekinga qo'lga kirita olamiz ekan. Xullas, hamkorlikni zo'r qilishashibdi. Menga juda ham yoqdi. Sizgacha yoqdimi, yoqmadimi? Kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring.